Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Navbatdagi darvozamiz tayyor bo'ldi. Darvozamiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumaniga o'rnatdik. Ko'rib bitta baho berasizlar. Yoqsa like bosish esdan chiqmasin. Darvozaning tepasiga lazerdan les qo'yilgan. O'rtadagi xonalari 2 qavatli bo'lgan, stiklavatlar qo'yilgan. Darvozamizda korobkalari 12 lik shivillarda bo'lgan. Bo'yini balandligi 3.70 razmerda, eniga 3.40 razmerda tayyorlandi. Ranglari mokriy asfalt rangda bo'ldi. 12 lik shivillarimiz. Seli общий ko'rinishi. Bu kichkina chaspaklardan o'ta idealni ishlangan, qalin materialdan tayyorlangan. Xizmatimiz kerak bo'lsa, profilda nomerimiz bor. Aloqaga chiqib